Oyijon, siz ham rosa siqilib ketdingiz. Kasalmisiz? Qayeringiz og'riyapti, aya? Bitta qarab gapiring. Qayeringiz og'riyapti, oyijon? Boshingiz og'rimayaptimi? Oyijon, menga qarang. Sizni pulim ko'p bo'lsa, siz tishlaringizni qo'yib beraman, sog'ligingizni qilib beraman, xudo xolasa. Tishlaringizdan qolmadi, oyijon. Nega kulasiz? Sizga davlatimiz hech qanday tomondan yordam bermayapti. Sizga ikkinchi guruh nogironisiz, to'g'rimi, aya? Epilepsiya kasalligingiz bor, tutqanoqingiz. Kim sizga yordam beryapti? Gapiring, kim? Mahallaga keldimi? Kelmadi. Biz ishlab kelyapmiz, qiyinchilik ko'rib kelyapmiz, bozorda arava tortib, boshqa ko'chaga chiqib, mardikorlik qilib siz uchun uyga topib kelyapmiz. Mana yeydigan narsamizni qiling. Hattoki onamga ovqat ham qilib bera olmadik. Nonimiz bor, non. Nondan boshqa hech bola yo'q. Mana onam. Onam shu kasal bilan 20 yildan beri olib kelyapti. Olishib kelyapti mana. Mana uy. Agar iltimos mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, iloji boricha kengroq tarqatinglar. Shu onam kasal, yordam beringlar onamga. Iltimos. Shu onam sog'lig'iga ozgina pul kerak edi. Yordam beringlar, iltimos. Sizlarga nomer qoldiramiz. 50lik 142 40 shu nomerga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Xo'p. Onajonim meni. Jonim. Ana onam yoshi salkam 55 ga kirib qoldi. Sochlari oq tushib ketdi. Onam siqilib bizni deb sochlari oq qoraladi onamni. Xalqim, iltimos onamga yordam beringlar. Iltimos onajonim qaytarib beringlar. Onam kerak hali 100 ga kirsin. Dunyo turguncha tursin, onam kasal bo'lmasin. Onamiz borki, biz bor ekanmiz. Hammaning ham onasi borki. Onasi soppa-sog', ko'chaga chiqmadi, onam ko'chaga chiqa olmaydi. Ko'chaga chiqaramiz, o'zimiz chiqib qo'lini ushlab yuramiz. Iltimos yordam beringlar.